Nazoratchi xuddi xayolimdan kechgan fikrlarni g'oyibona o'qib olgandek yaqin borishim bilan eshikni sharaqlatib ochdi-da, boshi bilan meni tashqariga imladi. Quvonib ketdim. Nihoyat Aleksandr bilan yuz ko'rishib, qilgan ishlarim haqida hisob berish vaqti kelibdi. Jazo chorasi qo'llamaganlariga qaraganda Aleksandr gaplashib qo'ygan bo'lsa kerak degan o'yda buyruqni so'zsiz ado etib, devor tomon o'girildim. Seni turma boshlig'i kutyapti, dedi nazoratchi qovog'ini o'yib. So'roqsiz turmadan chiqib ketib bekor qilibsan. Endi kamida bir oy karsiyerda yotishingga to'g'ri keladi. Albatta og'irroq jazo tayinlashmasa. Aleksandrchi? So'radim yo'l-yo'lakay nazoratchi tomon o'girilib. U meni kutayotgan bo'lishi kerak. Namuncha Aleksandrlab qolding, jerkib tashladi u. Qilg'ilikni qilib qo'yib bema'ni savollar berishingga o'laymi? Turma boshlig'i kabinetida so'roq beryapti ham tovog'ing. Bu gapni eshitgach indamadim. Foydasi yo'qligini angladim. Agar Aleksandrni ham chaqirtirishgan bo'lsa, demak u ishni yopti-yopti qila olmagan. Mayli. Nima bo'lganda ham taqdirimiz shu mentlar qo'lida. Peshonaga bitilganini ko'raveramizda. Turma boshlig'i podpolkovnik Tarasov degan ozg'indan kelgan, o'rta bo'yli, qoshlari qalin odam ekan. Aleksandrdan tashqari uning ro'parasidagi stulda kerilgancha o'tirgan kapitanni ko'rib sira hayron bo'lmadim. Bilaman, u meni kameraga jo'natgach, to'g'ri turma boshlig'ining huzuriga kirib hisob bergan. Men kirib borganim hamono shu qadar yomon tikildiki, qo'yib bersa, g'ajib tashlashga shayligi yaqqol ko'zga tashlanardi. La'nati retsidivist. Gapni do'qlashdan boshladi turma boshlig'i. Bular indashmadi. Demak, mendan qo'rqadi deb o'ylaganmiding? Tushunmadim, nachalnik. Bir chetda labini asabiy tishlagancha jim o'tirgan Aleksandrga qarab oldimda o'zimni go'llikka solib so'z qotdim. Tushunmadingmi? Nima? Ko'chada miyangga qurt tushib qoldimi? Haddingizdan oshmang, dedim bo'sh kelmay. Men haqoratlarga ko'nikmaganman. Nima? Podpolkovnik bu gapimdan so'ng o'rnidan turdi-da, yugurgancha kelib qarshimda hozir bo'ldi. Uning lablari uchib, tishlari taqillab ketayotganidan do'pposlashga tayyor turganini payqash qiyin emasdi. Shunaqami hali? Baqirdi u titroq ichida. Hali gap ko'tarmaydigan ham bo'lib qoldingmi sen kalla kesar o'g'ri? Yo'q, adabingni beraman. Shunday ahvolga solamanki, tug'ilganingga 1000 pushaymonlar yeysan. Konvoy! Shu zahoti ostonada ikki askar qo'llarida qurol ko'targan holda paydo bo'lishdi. Buni gazli karsiyerga qama. Bir haftagacha chiqmasin. Oldin nega turmadan chiqib ketganim sababini so'ramaysizmi? Dedim kapitan tomon bir qarab olib. Men o'z boshimchalik qilgan emasman. Nima? Sen kim bilan gaplashayotganingni bilyapsanmi o'zi? Battar tutoqib ketdi boshliq. Bilaman. Shuning uchun ham sizga bor haqiqatni aytmoqchiman. Bu gapimni eshitib, Aleksandr sal qolsa o'rnidan turib ketayozdi. Ha, haqiqatni aytmoqchiman degan. Sal o'zini bosib olib so'radi boshliq. Xo'sh, nima ekan o'sha haqiqating? Men manavi kapitanning buyrug'i bilan ketgan edim. Nima? Kapitan kutilmagan gapdan sapchib turdi-da, yugura kelib yoqamdan oldi. Ha, shu odamning buyrug'ini bajargandim. Bilasiz, bu kishining xotinchasi juda kelishgan juvon. Ko'chada bir erkak o'sha ayolga sal ortiqcharoq gapirib qo'ygan ekan. Kapitan shu muammoni hal qilib kelishimni so'radi. Ablah! Xirillab yoqamni qattiqroq changalladi kapitan. Hozir o'ldiraman. Kapitan, o'zingizni bosing, dedi boshliq. Bilib turibman. Bu ishda sizning aybingiz yo'q. Buni manavi ikkalasi o'ylab topgan bo'lsa kerak. Konvoy, olib chiqing bu nusxani. O'zingni bos, nachalnik. Shu payt Aleksandr o'rnidan turib ketdi. Bu ishing bizga ma'qul emas. Agar hoziroq buyrug'ingni bekor qilmasang, hamma mahbuslarni oyoqqa turg'azaman. Ochlik e'lon qilamiz. Xabarim yo'q edi.
Turma boshlig'i mahbuslarning to'polon ko'tarishi-yu ochlik e'lon qilishlaridan qo'rqishini tasavvur ham etib ko'rmagan ekanman. Aleksanderning so'nggi gapi boshliqni konvoyga ketaver ishorasini qilishga va qaytadan joyiga o'tirishga majbur etdi. "Tag'in eski ashulangni aytmoqchimisan?" birmuncha bosiqlik bilan so'radi u Aleksanderdan. "Xo'sh, aytchi, nima qilay?" dedi Aleksander. "Bu mahbus mening yaqin do'stim. Qolaversa, bu yerda adolatsizlikka yo'l qo'yilyapti. Kapitan jo'natdi degan gapga ishonmayapsiz. Faqat mahbusni aybdor qilyapsiz. Shunday bo'lganidan keyin biz qarab tura olmaymiz." Boshliq birpas o'ylanib turdi-da, yana konvoyni chorladi. "Buni olib borib, oddiy karserga qama. 1 oy o'sha yerda yotadi." "Yo'q", bo'sh kelmadi Aleksander. "Uni o'zining kamerasiga olib borsin. Aks holda..." Mayli, ko'ndirding", dedi boshliq. "Faqat aytib qo'yay, shundan keyin ham bir baloni boshlaydigan bo'lsang, mendan o'pkalama." "Mahbuslar gapiga javob beradi", deya menga bilinar bilinmas ko'z qisdi Aleksander. Men konvoy yetagida kamera tomon yo'l oldim. Ko'nglim shu topda nihoyatda shod edi. Chunki biz mutlaq g'olib bo'lgan edik. Turma boshlig'i bilan bo'lib o'tgan suhbatdan keyin Aleksanderning menga ishonchi ortdi. Endi men ham o'rmon kesishga chiqmaydigan, barakda qolib arzimagan ishlar bilan shug'ullanadigan bo'ldim. Asosiy ishim esa mahbuslar o'rtasida ichki tartibni saqlash va ular orasida o'zaro kelishmovchilikning oldini olishdan iborat edi. Bundan tashqari eski ishim, mahbuslarning gapi bilan apshakdagi pullarning hisob-kitobi ham menga topshirilgandi. Panjara ortidagi qora kunlarim ortga qolganidan suyunib, endi o'zimga kela boshlaganimda, qo'qqisdan yarim tunda nazoratchi meni uyqudan uyg'otib, Aleksanderning kamerasiga olib bordi. O'g'riboshi kravatning bir chetida ma'yus o'tirar, cho'zib sigaret tortardi-da, har tutun chiqarganda og'ir uflab olardi. Meni ko'rishi bilan sigaretini o'chirib, qo'li bilan kursiga imo qildi. "Yashirmayman", dedi g'amgin ohangda Aleksander. "Sen meni deb o'zingni dushman o'qiga tutib berding. Qaytmasligingni, tartibli o'g'riboshlikka munosib ekanligingni isbotlading. Aslida o'sha ishga Davidning o'zini yuborsam ham pulimni undirib kela olardi. Seni shu yo'l bilan yana bir karra tekshirib olishni ixtiyor qilgandim. Bilasan-ku", dedim azbaroy quvonganimni yashira olmay jilmayib. "Sen uchun har qanaqangi mushkul ishga tayyorman. Men uchun ishning qiyinligi zarracha ahamiyatga ega emas. Muhimi, yigit kishi va'da berdimi, so'zining ustidan chiqishi kerak. Men ana shu qoidaga amal qilaman. Mana shu fe'ling uchun ham seni hurmat qilaman-da, Burgut. Ayniqsa Azer boboynikidagi razboringni eshitib tan berdim senga. Haqiqiy erkak, tartibli mahbuslar shunday yo'l tutishadi. Faqat..." Aleksander qo'l siltagancha o'rnidan turib ketdi. Bir muddat kamera darchasidan tashqaridagi chiroq nurida jilvalangancha yerga tushayotgan qor uchqunlariga tikilib qoldi. Men indamasdan uning nima deyishini kutdim. "Kel, avval qittay olaylik." Aleksander kamera eshigi ro'parasida uning ko'rsatmasini kutayotgan kalbosh mahbusga imo qildi. "Qani qo'y." Mahbus likillagancha kelib, ikkita temir kurushkaga konyakdan yarimlatib qo'ydi va navbatdagi buyruqni bosh ekkan ko'yi kuta boshladi. "Joyingga bor", dedi Aleksander unga qovog'ini o'yib. "Chaqirganimda kelasan." "Xo'sh Burgut, kel, sening salomatliging uchun olamiz." "Nimadir demoqchi bo'lganding shekilli", dedim Aleksanderdan ko'z uzmay. Ha, senga bir xunuk xabarni yetkazib qo'yishim zarur edi." "Nima bo'ldi?" so'radim ko'nglim g'ash tortib. "Tinchlikmi?" "Yo'q. Tinchlik bo'lganida seni bu taqlid kutib olmagan bo'lardim", dedi Aleksander. "Bilasanmi, anavi mentlar bizni baribir tinch qo'yishmaydigan ko'rinadi." "Nega? Tunov kungi gaping kor qilmabdimi?"
Masala boshqa yoqda. Bilishimcha, meni bu yerdan boshqa joyga o'tkazishmoqchi. Men ketsam, o'rnimga o'zlarining yo'rig'iga yuradigan biror kishini qo'yishlari tayin. Bu bir. Ikkinchidan, men ketganimdan keyin sen ham bu yerda ko'p yashamasliging aniq. Chunki ularga senga o'xshagan oriyati baland, g'ururli mahbuslar yoqmaydi. Shunaqa degin. Aleksandarga qattiqroq tikildim. Demak, mentlar o'zlaridan xavotir ola boshlabdi-da. Lekin sen unchalik xavotir olma, davom etdi Aleksandar. Men ham qarab o'tirganim yo'q. U yoqdagi bratvalarga maslahat soldim. Ular bir qarorga kelishib, mentlar orasidagi do'mbirachilarni ham ogohlantirishdi. Xo'sh, nima qiladigan bo'lishdi? Xullas, hozircha seni karserga qamashadi. Bu seni mahbuslar nazaridan uzoqroq tutib turishning birdan-bir yo'li. Lekin hali aytganimdek, hech nimadan xavotir olma. Sen bizning himoyamizdagi odamga aylanding. Endi bizning tartib-qoidalarga amal qilasan. Bordiyu mentlar bilan oshqatiq bo'ladigan bo'lsang yoki biror joyda hol qo'ysang, unda nafaqat o'zingni, balki seni avtoritetlarga tavsiya qilganim uchun meni ham tashvishga qo'ygan bo'lasan. Shuning uchun bundan buyog'iga gapiradigan har bir gapingni obdon taroziga solib keyin gapir. Hatto tashlaydigan qadamingni ham o'ylab bos. Xullas, mahbuslar orasida obro'ga rahna soladigan harakatlardan tiyil. Senga bundan keyin to'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'riq ham, maslahat ham bera olmayman. Xabarlashish faqat qamoqxona pochtasi orqali bo'ladi. Shunaqa gaplar degan. Dedim bu gaplarni eshitib. Lekin pekiningni qo'y. Bu yog'iga ko'p narsa o'zingga bog'liq. Nima bo'lganda ham Burgut, sendan iltimos. Joningga jabr qilma. Keyin turma ma'muriyati bilan ko'p ham nifoqqa boraverma. Ularni bilasan-ku, ayab o'tirishmaydi. Ayniqsa qarshilik qilganlarni imi-jimida o'ldirib yuborishdan ham tap tortishmaydi. Balki meni ham boshqa turmaga o'tkazib yuborishar. Umid bilan so'radim Aleksandardan. Bunisi menga ham qorong'u. Ishqilib, qayerda bo'lsang-da sog'ligingga bee'tibor bo'lma. Keyin murosa bilan bitadigan ishni hech qachon urush janjal bilan yoki birovning burnini qonatish bilan hal etma. Negaki, erta bir kun nohaq urilgan bir musht uchun ham javob berishingga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bunday holatlarda omon qolishingga hech kim kafolat bera olmaydi. Aleksandar, chin dildan berayotgan maslahating uchun sendan minnatdorman. Va'da berib aytamanki, o'zimning ham, sening ham nomingni qora qiladigan, obro'yingga rahna soladigan ishlarni qilmayman. Bilaman Burgut, sen bir so'zli yigitsan, kuldi Aleksandar. Aytgancha, men ham senga bir va'da berib qo'ygandim. Yodingdan chiqqani yo'qmi? Kerakli odamlar bilan gaplashib, senga tug'ilib o'sgan yurtingdan hovli sotib olganman. Volyaga chiqqaningdan keyin Davidga uchrashib, qolgan masalalarni u bilan gaplashasan. Xo'p Aleksandar, sen nima desang shu, kulimsiradim. Men ketganimdan keyin bu yerda bir ko'ngilsizlik boshlanishini sezib turibman. Shuning uchun har daqiqada hushyor tur. Xo'p bo'ladi Aleksandar. Biz qadrdonlarcha quchoqlashib xayrlashdik. Oradan 2 kun o'tib, chindan ham Aleksandarni boshqa muassasaga o'tkazishibdi. Buning xabarini karserdalik chog'imda yetkazishdi. O'g'riboshi aytganday, meni hech bir sababsiz 15 kun muddatga karserga tashlashgandi. Har safargidek bu gal ham karserda vaqt o'tkazishning o'zi bo'lmadi. Chunki tik turib uxlaganing ozlik qilganday, bu yerda kunlik ovqatdan ham mahrum etishar. Kuniga bir martagina suv qochgan qoranon bilan suv berishardi. Karserga tushgandan so'ng oradan hech vaqt o'tmay aksariyat mahbuslar kun bilan tunni adashtirib qo'yishadi. Menda ham shunday bo'ldi. Karserning beton devoriga aniq nechta chiziq tortganim yodimda yo'q. 4-chi, balkim 5-chi kuni boshim gir-gir aylanib hushimdan ketdim. Qamoqxona shifoxonasida o'zimga keldim.
Ammo ancha paytgacha qayerda ekanligimni xotirlay olmay, palataning oppoq shiftiga ko'z tikib yotdim. Shu payt yo'lakda gaplashayotganlarning ovozi keldi. Omadi bor ekan. Agar yana 1-2 kun yotganda to'g'ri morgga jo'natib qo'ya qolishardi. Nima karomat ko'rsatgan ekan buncha azob berishibdi? Anig'ini bilmadim. Eshitishimga qaraganda rosa urushqoq, keyin gapidan qaytmaydiganlar xilidan emish. Kelganiga hech vaqt bo'lmasdan uncha-munchaning og'ziga tushib qolgan. Hatto uni bechora Aleksandr ham hurmat qilar ekan. Tushunmadim. Nega uni bechora deyapsan? Hali eng katta yangilikdan xabaring yo'qmi? Ichimni qizitmasdan tezroq ayta qol. Nima bo'pti unga? Kecha turma boshlig'i spirt olishga kirgandi. Aytishicha, yangi borgan yerida Aleksandrni chavaqlab tashlashibdi. Gap so'zlarga qaraganda uni o'sha yoqqa o'ldirish uchun yuborishgan ekan. Demak, u yoqda yana to'polon boshlanar ekanda. Men bunday deb o'ylamagan bo'lardim. Chunki uning o'rniga allaqachon odam tayinlab qo'yishgan. Yo'lakdagi suhbat shu yerga yetganda meni beixtiyor qattiq yo'tal tutdi. Va ularning gapi nima bilan nihoya topganini angla olmay qoldim. Lekin bilganlarim ham dahshatga tushish uchun yetarli edi. Chunki eshitganlarimdan Aleksandrning ayanchli o'lim topgani bilinib turardi. Yo'talim biroz bosilar-bosilmas xona eshigi ochilib, ichkariga 2 mahbus kirib keldi. Ularning birini avval qayerdadir ko'rganday edim-u, ammo xotiram pand berib, qay sharoitda uchrashganimizni eslay olmadim. Ikkinchisini esa umuman tanimasdim. Xo'sh qahramon, sal o'zingga kelib qoldingmi? Dag'al ovozda so'radi mahbuslardan biri. Uning bu gapidan keyin badanimdan sovuq ter chiqib ketdi. Chunki bu 2 nusxaning bu yerga mendan hol-ahvol so'rash uchun kelmagani yuz-ko'zidan sezilib turardi. Shunaqa shekilli. Har qalay karserdagidan ancha yaxshiman. Hazil bilan javob berishga urindim. Tezroq sog'aygin, xunuk tirjaydi dag'al ovozli mehmon. To'shakda yotgan odam bilan mushtlashishni xohlamayman. Lekin bunga o'xshagan kecha qamoqqa kelib, ertasi kuniyoq o'zini tartibini o'rnatmoqchi bo'lganlarni kasaliga ham qaramasdan tinchlantirish kerak. Toki boshqa mushtiga ishonganlarga o'rnak bo'lsin. Shunday deya 2-chi mahbus gapga aralashdi. Ularning maqsadini anglagan bo'lsam-da javob qaytarmadim. Chunki bu ahvolda mushtlashishga to'g'ri kelib qolsa, ta'zirimni yeyishim kunday ravshan edi. Shu sababli garchi juda og'ir va haqoratli bo'lsa-da, bu ikkovining gap so'zlariga chidashga to'g'ri keladi. Senga yulduzni benarvon uradiganlardan deb ta'rif berishdi. Aftidan rosa qo'shib chatishgan ko'rinadi. Istehzoli kulimsirab dedi birinchi bo'lib gap boshlagan mahbus. Aytganday, laqabingni Burgut deyishgandi. Qushyurak bilan qanday qilib bunday nom olganing meni hayron qoldiryapti. Aslida sendaqa birovlarning ortidan ish ko'rib, osmonda uchib yuradiganlarning hammasiga bir qilib Chumchuq deb ism berish kerak. Nima deding, Jora? Albatta-da. Men bizga shu ishni taklif etishgandayoq buning quyon yurakligini bilgandim. Qara, bizni ko'rdi-yu ishtonini ho'llab qo'ydi. Bor ovozda beo'xshov kuldi Jora. Unga sherigi jo'r bo'ldi.